Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Qariyalarga berilayotgan yoki berilishi aytilayotgan qo'shimcha 1 million so'm pulni olish kerakmi yoki olmaslik kerakmi? Bu pulni olsam pensiyam kamayib qolmaydimi? Subsidiya, nafaqa kompensatsiya yoki temir daftardagi yordamdan chiqarib yuborishmaydimi? Keyin soliq yoki qarz bo'lib qolmaydimi? Mana shu savollar hozir juda ko'p oilalarni bezovta qilyapti. Men bugun bu masalani oddiy, tushunarli tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri qaror kelsa ota-onamizning puliga, davolanishiga, kommunal to'loviga, hatto oilaning umumiy daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nozik joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiya yoki nafaqa oladigan odam faqat oylik pensiyasini kutardi. Qo'shimcha yordamlar bo'lsa ham ular alohida tartibda mahalla orqali, ijtimoiy himoya organlari orqali yoki bayramlar arafasida berilardi. Odamlar ko'pincha davlatdan berilgan pulni olaversa bo'ladi deb o'ylardi. Lekin oxirgi yillarda turli elektron tizimlar, reyestrlar, bank kartalari, ijtimoiy himoya platformalari ishga tushgani uchun har qanday to'lovning izi qoladi. Shu sababli odamlar orasida 2 million so'm olsam, meni boshqa yordamdan mahrum qilishadimi degan xavotir kuchaydi. Endi nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, ko'plab yordamlar endi alohida emas, insonning umumiy holatiga qarab baholanadi. Ya'ni fuqaroning yoshi, pensiyasi, nogironligi, yolg'iz yashashi, oiladagi boshqa a'zolarning daromadi. Kadastrdagi uy-joy, avtomobil bor yo'qligi, bank orqali tushgan mablag'lar kabi omillar ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pul berilyapti, demak olaman deyishdan oldin bu pulning turi nima ekanini tushunish kerak. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Agar pul rasmiy davlat to'lovi, qonuniy kompensatsiya, bayram puli, pensiyaga qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam sifatida ajratilgan bo'lsa, uni olishning o'zi jinoyat ham emas, uyat ham emas. Aksincha, bu fuqaroga tegishli huquq bo'lishi mumkin. Lekin muammo pulni olishda emas, uning qanday nom bilan berilayotganida, kimga berilayotganida va keyinchalik boshqa yordamlarni hisoblashda qanday inobatga olinishida. Masalan, bir mahallada qariyalarga 1 million so'm berilyapti degan gap tarqaladi. Lekin aslida bu hamma qariyalarga emas, faqat yolg'iz yashovchi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ma'lum ro'yxatda turgan fuqarolarga berilayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa joyda esa bu pensiya oshishi emas, balki bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Yana bir holatda u homiylik mablag'i bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, eng avval puling nomini aniqlang. 20 million degan raqamni eshitib hayajonga tushmang. Hujjatda nima deb yozilganini ko'ring. Asosiy igiz kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak birinchi toifa. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz yoki ota-onangiz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa va qo'shimcha 20 million so'm rasmiy bir martalik to'lov sifatida berilsa, odatda bu pensiyaning o'zini kamaytirib yubormaydi. Chunki pensiya odamning ish staji, ish haqi qonunda belgilangan hisob-kitoblar asosida belgilanadi. Bir martalik yordam tushgani uchun asosiy pensiya avtomatik ravishda kesilib qoladi degan qoida odatda bo'lmaydi. Ammo bu pul boshqa turdagi ehtiyojmandlik yordamiga ta'sir qilishi mumkinmi degan savol alohida tekshiriladi. Misol keltiraman. 72 yoshli otaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga bayram arafasida yoki alohida dastur doirasida 20 million so'm bir martalik yordam tushdi. Bu otaxonning yoshga doir pensiyasi keyingi oy 20 million 200 mingdan 800 mingga tushib qolmaydi. Chunki pensiya alohida huquq. Lekin agar u shu bilan birga kam ta'minlangan oila sifatida mahalladan boshqa yordam olayotgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi qayta ko'rilganda bu mablag' hisobga olinishi ehtimoli bor. Mana farq qayerda? Ikkinchi toifa. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotganlar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ehtiyojmandlik mezonlari oilaning bir oylik yoki bir necha oylik daromadiga qarab baholanishi mumkin. Agar bir 3 million so'm bir martalik yordam sifatida bank kartaga tutsa, ayrim tizimlarda bu daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Lekin har bir tushum ham doimiy daromad degani emas. Shu sababli sizdan nega hisobingizga pul tushgan deb so'rashsa, vahaymaga tushmang. Pulning manbasi va hujjatini ko'rsating. Agar bu bir martalik ijtimoiy yordam bo'lsa, uni doimiy oylik daromad sifatida talqin qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin.
Masalan, ona 18 yoshda pensiyasi 900 ming so'm. U o'g'li va kelini bilan yashaydi. Uyda 2 nafar voyaga yetmagan bola bor. Oila bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladi. Kampirga 21 million so'm tushdi. Endi oila qo'rqadi. Bolalar nafaqamizni to'xtatishadimi? Men bunday vaziyatda shunday maslahat beraman. Pul tushgan sanani SMS xabarini bankdan ko'chirma olishni. Mahalladagi mas'ul xodimdan bu pul qaysi asosda berilganini so'rab, yozib qo'yishni unutmang. Agar keyin tizimda savol tug'ilsa, bu doimiy daromad emas, bir martalik yordam deb asos bilan tushuntirasiz. 3-toifa. Nogironligi bor pensionerlar. Agar keksada nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'lsa, qo'shimcha pulning maqomi yanada muhim. Nogironlik bo'yicha to'lovlar ko'pincha alohida qonuniy asosga ega. Bir martalik yordam ularni bekor qilmasligi kerak, lekin ayrim qo'shimcha imtiyozlar, masalan parvarish puli, dori-darmon uchun kompensatsiya, reabilitatsiya vositalari bilan bog'liq navbatlar. Mahalla yordami kabi masalalarda hujjat tartibi talab qilinadi. Bu yerda eng katta xato odamlarning men pul oldim, endi meni ro'yxatdan chiqarishadi deb hujjat topshirmay qo'yishidir. Natijada odam o'z haqqidan voz kechib yuboradi. 4-toifa yolg'iz yashovchi qariyalar. Bu guruh alohida e'tiborda bo'lishi kerak. Yolg'iz yashovchi pensionerga 20 million so'm berilishi aksincha uning ijtimoiy himoyaga muhtojligini tasdiqlovchi dastur doirasida bo'lishi mumkin. Bunday odam olmasam, keyingi yordamlarim saqlanib qoladi deb o'ylashi mumkin. Lekin ba'zan yordamni olmaslik tizimda fugaro yordamdan bo'sh tortdi degan noto'g'ri taassurot qoldirishi ham mumkin. Shuning uchun yolg'iz yashovchi qariyalar hech qachon og'zaki gap bilan qaror qabul qilmasin. Bu pulni olsam qaysi yordamlarimga ta'sir qiladi deb yozma yoki rasmiy izoh so'rasin. 5-toifa farzandlari chet elda bo'lgan pensionerlar. Juda ko'p oilalarda ota-ona O'zbekistonda, farzandlar Rossiya, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Farzand bank orqali pul yuboradi. Ota-onaning kartasiga oyiga 2 million, 3 million tushishi mumkin. Shunday oilalarda 5 million so'm qo'shimcha tushum bilan birga umumiy bank harakatlari ko'payib ketadi. Keyin ijtimoiy yordam so'ralganda tizim bu odamning hisobida pul aylanmasi bor deb ko'rishi mumkin. Lekin bank aylanmasi har doim bo'liq degani emas. Masalan, pulning bir qismi dori uchun, operatsiya uchun, qarz qaytarish uchun yuborilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yirik tushumlar bo'yicha izoh va hujjat saqlash juda muhim. Eng birinchi tuzoq firibgarlar. Qariyalarga pul tarqatiladi degan xabar chiqqanda firibgarlar darhol faollashadi. 2,5 million so'm olishingiz uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmini yuboring deyishadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning orqa tarafidagi kodni aytmang. Telegram yoki WhatsApp orqali ariza to'ldirib beraman degan notanish odamga pasport ma'lumotlarini yubormang. Rasmiy yordam olish uchun SMS kod so'rashmaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. Ikkinchi tuzoq, komissiya to'lasangiz pul chiqadi degan gap. Davlat yoki rasmiy ijtimoiy yordam olish uchun oldindan pul to'lash talabi odatda bo'lmaydi. Agar kimdir 5 million olasiz, lekin avval video streaming xizmat haqi berasiz desa, ehtiyot bo'ling. Albatta ayrim hujjatlar uchun notarial xizmat yoki bank komissiyasi bo'lishi mumkin. Lekin pul chiqarish uchun oldindan beriladigan norasmiy haq juda xavfli. Ayniqsa qariyalar ishonuvchan bo'lishadi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar bunday vaziyatda ularga yordam berish kerak. 3-nozik masala, pulni kim oladi? Ba'zan qariya yurishga qiynaladi. Kartasi kelinda yoki o'g'lida bo'ladi. Pul tushadi, lekin qariya o'zi ko'rmaydi. Keyin menga hech narsa berilmadi deb yuradi. Men buni ko'p uchratganman. Agar to'lov qariyaning nomiga tushgan bo'lsa, bu pul birinchi navbatda o'sha insonning ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, kiyim-kechak, davolanish. Oilada buni ochiq gaplashish kerak. Onajon, kartangizga shuncha pul tushdi. Mana shuncha doriga ketdi. Mana shuncha elektrga to'landi deb ko'rsatish lozim. Bu nafaqat huquqiy, balki vijdoniy masala. 4-masala. Qarzdorlik va majburiy undirish. Agar pensionerning bank kartasida sud qarori bo'yicha qarzdorlik, aliment, kredit, kommunal qarz bo'yicha majburiy undirish bo'lsa, kartaga tushgan mablag'ning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Hamma holatda emas, lekin amalda bunday vaziyatlar uchraydi. Odam menga 20 million berildi, lekin kartamga 900 ming tushdi deb hayron bo'ladi. Shunda bankdan ko'chirma olish kerak. Pul qayerga ushlanganini bilmasdan turib, mahalla yoki pensiya bo'limini ayblash to'g'ri emas. Avval bankdan ma'lumot,
Keyin zarur bo'lsa MIB yoki tegishli organdan izoh olinadi. 5-masala. Pulning naqd yoki kartaga berilishi. Hozir ko'p to'lovlar karta orqali amalga oshiriladi. Bu qulay, lekin qariyalar bankomatdan foydalanishda qiynalishi mumkin. Natijada notanish odamdan yordam so'raydi va karta ma'lumotlarini ko'rsatib qo'yadi. Men maslahat beraman. Qariya pul yechmoqchi bo'lsa, albatta ishonchli farzandi, nabirasi yoki yaqin qarindoshi bilan borsin. Bankomat oldida begona odamga pin kod aytilmasin. Bank xodimi bo'lmagan odamga karta berilmasin. 6-nozikcha ro'yxatda bor yo'qlik. Hammaga berilyapti degan gap ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. Har bir to'lovning mezoni bor. Yosh chegarasi bo'lishi mumkin. Masalan, faqat 7 yoshdan oshganlarga. Ijtimoiy holat bo'yicha bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi pensionerlarga. Hududiy dastur bo'lishi mumkin. Masalan, faqat ma'lum tuman yoki mahalladagi ehtiyojmandlarga. Shuning uchun qo'shningiz oldi, siz olmadingiz degani sizni aldashdi degani emas. Avval mezonni bilish kerak. 7-masala, ariza bermasangiz pul chiqmasligi mumkin. Ayrim yordamlar avtomatik tayinlanadi. Ayrimlari esa ariza asosida beriladi. Odamlar davlat o'zi biladi deb kutib o'tiradi. Lekin tizimda ma'lumotingiz eski bo'lishi mumkin. Yashash manzili o'zgargan, telefon raqam yangilanmagan, bank karta faol emas, pasport ma'lumoti almashtirilgan. Natijada odam haqqi bo'lsa ham vaqtida ololmaydi. Shu sababli men doim hujjatlarni yangilab yurishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, pulning turini aniqlang. Sizga yoki ota-onangizga 20 million so'm chiqadi deyishsa, darhol so'rang. Bu pul nima nom bilan berilyapti? Bir martalik moddiy yordammi? Pensiyaga qo'shimchami? Kompensatsiyami? Bayram to'lovimi? Homiylikmi? Mahalla yordamimi? Ijtimoiy himoya dasturimi? Mana shu savolga javob olmasdan qaror qilmang. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim, pensiya jamg'armasi, bank, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli rasmiy telefon orqali aniqlang. Faqat Telegramdagi noma'lum kanalga ishonmang. Ayniqsa bugun oxirgi kun, tez yuboring degan xabarlar xavfli bo'ladi. Rasmiy e'lonlarda odatda tashkilot nomi, tartib, muddat, mezon va murojaat manzili aniq ko'rsatiladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi. Nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, o'sha hujjat, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar bo'yicha izoh, ayrim holatlarda tibbiy hujjatlar. Men aytgan ro'yxat hamma joyda bir xil bo'lishi shart emas, lekin asosiy hujjatlar shular atrofida bo'ladi. 4-qadam, bank kartani tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, telefon raqami to'g'ri ulanganmi? SMS xabar keladimi? Qarzdorlik sabab hisobda cheklov yo'qmi? Bularni bankdan so'rab aniqlang. Ko'pchilikning puli chiqadi, lekin karta faol bo'lmagani uchun qaytib ketadi yoki tushmaydi. Bu esa asab, vaqt va ortiqcha yugur degani. 5-qadam, agar pul tushsa bank ko'chirmasini saqlang. Ayniqsa siz boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, ko'chirma juda kerak. Unda pul qachon tushgani, kimdan tushgani, qanday nom bilan tushgani ko'rinadi. Keyin kimdir sizda qo'shimcha daromad bo'lgan desa, siz ha, lekin bu bir martalik ijtimoiy yordam edi deb asos ko'rsata olasiz. 6-qadam, agar rad javobi bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizga chiqmaydi deyishsa, nima sababdan chiqmasligini so'rang. Yosh to'g'ri kelmayaptimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Daromad mezondan oshib ketdingizmi? Bank hisobida muammo bormi? Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Sababni bilmasangiz, odam faqat xafa bo'lib qoladi. 7-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensionerman, falon manzilda yashayman. Menga tegishli ijtimoiy yordam yoki bir martalik moddiy yordam bo'yicha ma'lumot berishingizni, agar huquqim mavjud bo'lsa, belgilangan tartibda tayinlab berishingizni so'rayman. Juda murakkab yozish shart emas. Muhimi ism, familiya, JSHS she'r yoki pasport ma'lumoti, manzil, telefon, murojaat mazmuni va sana bo'lsin. 8-qadam, qariyaning roziligisiz uning nomidan ish qilmang. Agar ota-onangiz nomiga pul olinayotgan bo'lsa, ularning roziligi, xabari va manfaatini birinchi o'ringa qo'ying. Baribir uyimizniki deb kartadagi pulni olib ishlatib yuborish oilaviy nizoga ham, huquqiy muammoga ham olib kelishi mumkin. Keksa insonning puli, uning shaxsiy huquqi. 9-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Hech kimga SMS kod bermang. Plastik raqamingizni yuboring deganda ham ehtiyot bo'ling.
Kartaning faqat 16 xonali raqami ayrim holatda pul o'tkazish uchun kerak bo'lishi mumkin, lekin amal qilish muddati. CVV kodi, SMS tasdiqlash kodi mutlaq berilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 10-qadam, agar pul olish boshqa yordamga ta'sir qiladimi, oldindan so'rang. Ayniqsa bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oila yordami, uy-joy subsidiyasi, kommunal kompensatsiya yoki mahalla orqali muntazam yordam olayotganlar ehtiyotkor bo'lsin. Bu bir martalik to'lov mening ehtiyojmandlik maqomimga ta'sir qiladimi degan savolni bevosita mas'ul tashkilotga bering. Agar imkon bo'lsa, yozma javob oling. Birinchi misol. 75 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 ming so'm. Unga 1 million so'm yordam ajratildi. Onaxon qo'rqib, "Olmayman, pensiyamni kesib tashlashadi" dedi. Aslida bu yordam uning ijtimoiy holati sabab berilgan edi. U olmaganida dori-darmon uchun qiynalardi. To'g'ri yo'l mahalladan pulning asosini so'rab, bank kartaga tushganini tekshirib, ko'chirmani saqlab, mablag'ni o'z ehtiyojiga ishlatish. Ikkinchi misol. 6-9 yoshli otaxon farzandi bilan yashaydi. Oila kam ta'minlangan sifatida yordam oladi. Otaxonga 1 million tushdi. Keyingi oiladan daromad bo'yicha izoh so'raldi. Ular vahimaga tushdi. Lekin bank ko'chirmasi va mahalladan olingan ma'lumot orqali bu bir martalik yordam ekanini tushuntirishdi. Natijada masala aniq ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy dars hujjatni saqlagan odam o'zini himoya qila oladi. 3-misol. Bir qariyaning kartasiga pul tushishi kerak edi, lekin karta muddati o'tgan. Odam menga bermadi deb yurdi. Aslida muammo hujjatda emas, bank kartada edi. Bankka borib yangi karta ochilgach, keyingi to'lovlar to'g'ri tushdi. Demak, har doim tizimni ayblashdan oldin texnik holatni ham tekshirish kerak. 4-misol. Notanish odam sizga 5 million chiqarib beraman, SMS kodini ayting deb qo'ng'iroq qilgan. Qariya ishongan va kodni aytgan. Natijada kartadagi oldingi pensiya puli ham yechib olingan. Bu juda achchiq holat, lekin bunday voqealar bor. Shuning uchun men har bir tomoshabindan iltimos qilaman. Bu ogohlantirishni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga tushuntiring. Ular internetdagi firibgarlik usullarini bilmasligi mumkin. Demak, qariyalarga 5 million so'm yoki shunga o'xshash qo'shimcha pul masalasida eng muhim savol olish kerakmi yoki yo'qmi emas. Eng muhim savol. Bu pul qaysi asosda berilyapti? Kimlarga berilyapti? U bir martalikmi yoki doimiymi? Boshqa yordamlar hisobida qanday ko'riladi? Bank va hujjatlarda muammo yo'qmi? Agar pul sizga qonuniy ravishda tegishli bo'lsa, lekin ko'r-ko'rona ham harakat qilmang. Rasmiy manbadan tekshiring, hujjatni saqlang. Bank kartani himoya qiling, firibgarlarga ishonmang. Kerak bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Qariyalarimizning haqqi o'zlariga yetib borishi kerak, begona odamlarning cho'ntagi emas. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? 5 million so'm yoki boshqa qo'shimcha yordam haqida eshitdingizmi? Olishda muammo bo'ldimi yoki hammasi joyidami? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Bilmagan odam esa ko'pincha navbatda ham, hujjatda ham, pulda ham yutqazib qo'yadi.